Nega sizni liderlik va notiqlik kursingizni tanlashlari uchun 3 ta sabab. Birinchidan, bu kursda psixologik yondashuv bor. Ko'pchilik notiqlik kurslarida asosan so'zlashuvga e'tibor beriladi va yoki ovozni to'g'irlashga e'tibor beriladi. Lekin nima uchun gapira olmayotganligiga, nima uchun unda qo'rquv borligiga, nega u aynan mana shu narsani chiqarib bera olmayotganligiga e'tibor ildizigacha tushiladi bu kursda. Ikkinchidan, bu yerda ijodkorlik qobiliyatiga alohida e'tibor beriladi. Har bir notiq, umuman olganda har bir blog yurgizuvchi insonda ijodkorlik qobiliyati bo'lishi kerak. Ijodkorlik deganda bu aynan o'zini g'oyalarini, o'zini o'sha ommaga taqdim etmoqchi bo'lgan deylik faoliyatini go'zal tarzda yoritib borish kerak. Bu go'zallikning ichiga hamma narsa kiradi. Uchinchi holatda bu kursda samimiylikni o'rganishadi. Avvalambor har qanday inson o'zi bilan samimiy bo'la olishi kerak. Agar inson o'zi bilan samimiy bo'la olmasa, u boshqalarni ergashtirishga qiynaladi va ishontirishga ham qiynaladi.